mana bu qo'limdagi suv va bu qo'limdagi lezviya. Bajarish o'ta qiyin ekan, lekin qochi, bor naryoqqa. Kuchingiz bormi? Mashq yigit sudrab keta olasizmi? qo'paliga kuch ko'pagani bu qizlar. Boshingizga rezinka, pulni rezinkasi o'rtoqlar va buni og'zingizgacha qo'lni yordamisiz tushirishingiz kerak. Kayfiyatlar qanaqa? YouTube'dagilar, ijtimoiy tarmoqdagilar, xullas mana bu qo'limdagi suv va bu qo'limdagi lezviya. Bugun shartlarimiz judayam antiqa va o'ziga xos, xayolingizga ham kelmagan. Istasangiz taxmin qilib kommentariyaga o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Demak, bugun qahramonlarimiz bilan tanishib olamiz. Qahramonlarimiz deganimga sabab, bugun bizning qahramonlarimiz bir emas, ikkita. Qani, Faxriddin, Sarvinoz, yoshingiz nechida? 27 da. 27da. 17da. 17da. 10 yil farq. 10 yil farq bilan bugun Qarilar va kichkinalar deydi-ku. qani qiz bolalar yutadimi, qizlar komandasi yoki o'g'il bolalar komandasi yutadimi? Men yutmasam qishloqda bosh ko'tara olmay qolaman. Qaysi qishloqdasiz? Qashqadaryo. Qashqadaryoni qayerda? Kitob. Kitobdan, kitobliklar. Qayerdasizlar? Sizchi? Toshkentdanmi? Toshkentdan, shahardan, Chirchiqdan. Chirchiqdan, chirchiqliklar bormisizlar? Xullas, bugun biz ajoyib shartlarni o'ylab topganmiz va dastlabki shartga tayyormisizlar? Tayyor biz. Tayyorman. Qashqadaryoliklar va toshkentliklar bellashadi. Boshingizdagi idishga sharni shar bilan yerga tushirib yubormasdan joylang. Bu holat 3 marta takrorlansa va 3 daqiqada ulgursangiz yutasiz. Boshingizga idish qo'yamiz va sharni osmonga otib beraman. Sharni shar bilan, ya'ni qo'lingizda ham shar bo'ladi. Tushirib yubormasdan o'sha shar bilan urib boshingizdagi idishga solishingiz kerak. 3 minut ichida. 3 minut, 3 daqiqani ichida 3 marta takrorlaysiz bu holatni. 1 marta solasiz idishga, hisob tushiramiz. Ikkinchi marta shu holatni solasiz, 3 daqiqada ulgurib berishingiz kerak. Tushunarli. Ikkalalaringizga ham bir xil korobkalar va narsalarni tayyorlab qo'yganman. Boshladikmi? Boshladik. Ketdik. Soat mellari O'zbekistonimizda Toshkent vaqti bilan 19:45 bo'ldi hozirgina. 48 ta o'tguncha vaqt sizlarga pastga umuman tushirib yubormaysizlar. 5 ta urinni shushasi hisob. Ketdikmi? Tayyormisizlar? Boshdan korobka olmaymiz. Voy, Oppa! Bola yeplayapti. voy. Bajarish o'ta qiyin ekan, lekin Ikkinchi marta yo'q. Xudoyim. Yo'q, hisoblamaymiz buni. Qochi, bor naryoqqa. hamma otib tashlaydi. Bori. Xullas ko'rib turibsizlar. Ikkala qahramonimiz ham rosa harakat qilishdi, lekin sharlar tushib ketaverdi. Qiyin ekan? Ha? Faxriddin, qiyinmi? Oson? Ha? Oson, juda ham oson. Qiynaldingizmi? Yo'q, oson ekan. Hali ham sharlarni juda ham kam shishirdik, ya'ni korobkaga sig'ish uchun, chiqib ketmaslik uchun. Shunda ham qiynaldingiz. Birinchi shartni bajara olmagan deb topdik va bu shartni bajarmoqchi bo'lgan qahramonlar bormi? Muxlislar orasidan, mana shu reelsni ko'rib turganlar orasidan, mana shu shartni bajarib beraman deganlar bo'lsa, drujbada uchrashamiz. Vaqtini men aytaman. Kommentariyaga yozib ketasiz. Demak, ikkinchi shartga o'tamiz. O'tamiz.
Demak, ikkinchi shartni e'lon qilaman. Yigitni oyog'idan, qizni belidan boylaymiz va uzoqroqqa idish qo'yib qo'yamiz. Aha, tushunarli. Agar qiz kuchli bo'lsa, yigit bu yoqqa egilish kerak. Mayutdi. Yigit kuchli bo'lsa, qiz ketish kerak. Nima uchun ikkalasini oyog'idan emas? Chunki qiz bola nozik. Shuning uchun sizni oyog'ingizdan boylaymiz, xafa bo'lmaysiz. Siz bo'lsam, kuchsiz bo'lganingiz uchun belingizdan boylaymiz. Bo'ladimi? Rozimisizlar? Rozimiz. Qanaqa shart? Chotki, udar. Chotkimi? Kuchingiz bormi? Mashq yigit sudrab keta olasizmi? Ancha qizlar sudragan, siz ham sudraysiz. O'yladim. Boshladik unaqada, ketdik. Yes, ota, ketdik, boshladik. Qo'paliga. Kuch ko'pagani bu qizlar. Xullas, ijtimoiy tarmoqdagilar ko'rib turibsizlar, qizlar jamoasi va yigitlar jamoasini nima uchun yutqazib qo'ydingiz? Kuchingiz yetmadimi? Yo'q, mammer sirpanchiq ekan. Nima bo'ldi? Sirpanchiq bo'ldi, men ham qiynaldim unga. Nima uchun bo'ldi? Yuzimga bijir-bijir qo'yib yuboringlar. Tan olmayman. Qanaqa bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Mazza qildingiz-a? Mazza qildim. Ko'zingiz yetayotganmidi? Mana shu yigitni sudrash. Boshida men kar-kar qilishni xohlamadim, o'zlari kar-kar qilib qo'ydilar Yo'q, boshida. yo'q, lekin men karlamadim. Oxirida eslagan bo'lsanglar, ko'p qizlar sudragan, siz ham sudraysiz dedim. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Shu yerda tasavvur qilinglar, qurtcha raqsi bo'ldi. 300 ming so'm tushganga mana. Endi 3-shart. Tayyorsiz? 3-shartda ham yutsa bo'ladigan shart. Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim. Qanaqa deb o'ylayapsiz? Sizdan ko'p narsa kutsa bo'ladi. Sizchi? Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa shart beraman sizningcha? O'ylashga kuchim ham qolmadi, to'g'risi. Yomon sudrar ekanlar. Boshingizga rezinka. Ikkinchi ma'nosidasiz, ikkinchi ma'nosini tushunmanglar. Haqiqiy pulni rezinkasini kiydirib qo'yaman. Qo'lni yordamisiz og'zingizgacha tushirasiz. Boshingizga rezinka, pulni rezinkasi o'rtoqlar va buni og'zingizgacha qo'lni yordamisiz tushirishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Tayyormisizlar? Tayyormiz. Endi qanday tushiraman? Pastroqqa tushiring. Uzasda. Tog'am qulog'ini qimirlatardi-da. Menda yo'qda sho'adi. Voy, bu tepaga chiqib ketyapti bu. Maniki tepaga chiqib qo'ygan. Qilayotganingiz anaqasi yo'q, yuzni qilating. Uyingga ketay. Ozgina qoldi. Sarvinoz ozgina qoldi. Men shu qildim. Qulog'imni qimirlatdi. Qarang, mana bunday qilyapti. Iloji bo'lmayapti. Yoqimli ko'rinyapti menda. Tushyapti. Endichi. Qarang. Ha. Yo'q. Mana o'ynamaydi. Endi dedingizmi? Ana bo'ldi, yutdilar. 27 yoshmidingiz? Albatta. Ismingiz Faxriddin. Faxriddin. Siz bilan bugun
faxrlanmadi lekin kitobliklar. Qishloqqa bormang boshqa. Yo, endi men qariganman. Endi yoshlarga davr berish kerak. Shunaqa. Xo'sh, Sarvinoz kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Xo'sh. Kichkina demaymiz-da, ko'tarib uramiz sizni. Rahmat. Albatta ko'tarib uramiz. Lekin hali uylanmaganman. Ko'p qariman devordim-ku, lekin hali uylanmaganman. Namyoqlar qilmang. Yo'q. Yomon nam tortib qo'yar ekanlar-da. Конечно. Xolos. O'rtada men chiqib keta qolib, rezingam qo'yib. Sarvinoz, tabriklayman. Rahmat. 100 minglik bo'ldingiz. Nima ham deymiz? Faxriddin. Laba. Yig'lamaysiz. Yo'q, yig'lash yo'q. Yostiqni quchoqlab, Uylanganimda xotinni quchoqlardim. xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hammasi chotki. Aha. Ko'rsatuvga gap yo'q. Ko'rsatuvga gap yo'qmi? Albatta. Qatnashsa bo'ladi. Albatta. Mana ko'z oldingizda pul yutib olishyapti. Shunaqa iplasa ham bo'ladi, prosta men iplolmadim. Bugun endi Faxriddinda Omad kelmadi, shunchalik. kelmadi. Sarvinozga esa Omadim keldi. omadi keldi. Yaxshi tahoratni mahkam qilib kelgan ekansiz. Lekin bugun jumaga chiqdim. Nimaga chiqdingiz? Chiqdim. Va mana shu yerda biz ko'rsatuvimizni eng chiroyli nuqtasida yakunlaymiz. Bizning mehnatimizni qadrlab, ayamasdan tekingina layklaringizni bosganingiz uchun, kommentariyalarda bizga omad tilaganingiz uchun sizga tashakkurlar izhor qilamiz. Nima ham deymiz? Bizning yoshlarimiz bor bo'lsin, pullarni ko'proq olaveringlar va omadlaringni bersin yoshlar. Sog' bo'linglar, charchamanglar ukalarim. Salomat bo'ling. Hammaga xayr.